Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Mana xudo xolasa navbatdagi yuklarimiz keldi. Glavniy silindr, ruletkalar, termostat hozirgi kunga kerak bo'ladigan narsa. Bu yoq sovuq tushyapti. Golovka praktikalar. 12 talik dinam armotkalar. Xunjinni o'ziga immunnoysalar razmeri boshqacha bo'lar ekan. 12 talik armotka. Klapanlarimiz keldi. 8 talik dinamlarimiz. 12 talik do'ppilarimiz keldi mana. Bu yoq 300 lik lochin golovka. Motor 10 ga 40, 20 ga 50 moylarimiz keldi. Bu xunjinda do'ppi krishkasi. 32 akkumulyatorlarimiz keldi. 32 akkumulyatorlarimiz. Bundan sanoqli kelgan 8 dona kelgan boyog'i. 8 dona kelgan. Keyin rul keldi. Xunjin lochinlarga tushadigan rullarimiz. Bor yo'g'i 2 dona. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Velo Moto gruppasiga tashlab qo'yamiz, xudo xolasa.